Assalamu alaykum savatashlar. Biz bugun davomli sallar gruppasi haqida to'xtalamiz. Sallar gruppasiga aniqlik berish uchun, agar u bir o'lchamli sallar gruppasi bo'lsa, undaqda dim sallar gruppasining nomi, anadan keyin tövan yuqori chegarasi ne yezib, anadan keyin kaniga ma'lumot tipini yozganmiz. Odatda bu yerdagi tövan yuqori chegarasi deganimiz odatda bir turaq son bo'ladi. Yoki bir aniq qimmat yoki bir ifoda yoki o'zgarish miqdori bo'lsin bo'ladi. Lekin aniqlashdan ilgari cho'qim uning qimmati aniq bo'lishi kerak. Tövan chegarasi odatda 0 dan boshlanadi. Yuqori chegarasiga odatda 1 ni qo'shamiz, ya'ni umum son tepish uchun. Masalan, dim a 10 as integer degan bu misolda bir sonlar gruppasini aniqlabdi. Buning ma'lumot tipi butun son. Undaqda 0 dan boshlab 10gacha jami 11 dona butun sonni aniqlaydi. Lekin bularning o'rtaq nomi a bo'ladi. Masalan, men 4-ni ziyorat qilish uchun a3 desam, odatda uning 4-ni chiqadi. Chunki bu yerda 0 dan boshlaydi. Keyingisi dim st tirnoq ichiga 5 as string degan bo'lsam, bu yerdan bir sonlar gruppasi aniqlandi, bir o'lchamlik. Buningki ilmitlarning soni 0 dan boshlab 5 kishi bo'lsa, jami 6 dona harf tizmisini sig'dira oladi ekan. Buning nomi st. Masalan, xohlaganisini bir tarafga olib qolsa, st2 desam, undaqda buning 3-ilmentini ziyorat qila olaman degan gap. Shunga ustidagi bu aniqlamada a 10 degan bo'lsa, buningda 11 dan ilment bor. Uningki indeksniki doirasi 0 dan boshlab 10gacha. Agar biz programmada A11 desak, albatta sistemda xatolik chiqadi. Ya'ni indeks sonlar gruppasining chegarasini eshib ketdi degan xatolik chiqadi. Ikkinchi ko'p o'lchamli sonlar gruppasi. Buni aniqlash uchun o'xshashlar biz yana dim jumlasini ishlatamiz. Dim sonlar gruppasi nomi tirnoq ichib, buning ichiga to'van indeks 1, to'van indeks 2. Undan keyiniga uning ma'lumot tipini yozamiz. Undaqda shu to'van indeksniki soni sonlar gruppasiniki o'lcham sonini belgilaydi. Masalan, bu yerda 2 dona indeks bo'lganlikdan bu sonlar gruppasi 2 o'lchamlik bo'ladi. 2 yoki undan ortiq bo'lsa, biz uni ko'p o'lchamli sonlar gruppasi deb ataymiz. Masalan, manda dim x2 4 degan bo'lsa, bu yer indeksning 2si bor. Undaqda bu 2 o'lchamli sonlar gruppasi. As long, uning ma'lumot tipi uzun butun son ekan. Undaqda bular 0 dan boshlanganligi uchun buning ilmitlarning soni tuvangdek bo'ladi. Ya'ni 2 o'lchamli sonlar gruppasi amaliyotda bir 2 o'lchamli jadval bo'lib, ya'ni qor va istondan tuzilgan bundaq bir jadvalni ifodalaydi. 2 deganimiz 0 dan boshlanganligi uchun 0 1 2, ya'ni 3 qor, andan keyin 5 istonlik bir jadval. 1 2 3 qor. Andan keyin iston, 1-iston, 2-ston, 3-ston, 4-ston va 5-ston. Undaqda bu sonlar gruppasi ishga saqlash egallaydigan sig'malarda 3 ko'paytirilgan 5, ya'ni 15 dona ilmitni sig'diradigan long tipliq o'zgarish miqdori bilan barobar o'rinda turdi degan gap. Shun bularning o'lchimini hisoblashda, ya'ni sonlar gruppasiniki shu ishga saqlashda egallaydigan sig'imni hisoblashda biz odatda sonlar gruppasiniki shu indeksini o'zaro ko'paysak bo'ldi ekan. Shunga diqqat qilinglar, bular 0 dan boshlandi. C#, C++ degan tillarning hammasi odatda sonlar gruppasining indeksi 0 dan boshlandi. Sonlar gruppasini dastlablashtirish. Ya'ni biz sonlar gruppasini aniqlanmagan chog'da sonlar gruppasining ichiga qimmatlarni yo'llay olamiz. Masalan, bir o'lchamli sonlar gruppasi bo'lsa, dim sonlar gruppasi yozib, tirnoq ichib yapamiz. Diqqat, bu yerda o'lchimini yoki ilmitning sonini yozmaymiz. As anandaki ma'lumot tipi tang deb o'ttira tirnoq, ya'ni gullik tirnoqning ichiga har bir shu qimmatini pash arib yozamiz, ya'ni to'plam shaklda. Agar u 2 o'lchamli sonlar gruppasi bo'lib qolsa, dim sonlar gruppasi, undaqda o'ttirsa bir pash yozamiz. Bu yerdagi sonni biz bekitmaymiz. As andaki ma'lumot tipi. Undaqda bu yerda shu o'ttira gullik tirnoqdan echib, buning ichiga her bir qurni bir tirnoq ichiga yozganmiz. Masalan, birinchi qurning elementi, ikkinchi qurning